Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ishimiz Jizzax viloyati Zafarobod tumaniga akamga suv filtr qo'yib berdik. 1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimiz 600 litr suv beryapti. Hozir ishlatib, tuz bilan yuvish, bochkani chayish hammasini video qilib tushuntirib berdik. Ana bu yerdan oladi, suv o'zi samoxod tortib oladi, filtrlangan suvni tashlaydi. Nimaga chiqib ketadi отходga. Elektropoplovklar qo'yib berganmiz hammasiga. Polni avtomatika bo'lgan bu filtrimiz. Ana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga 99 lik 339 64 35 raqamiga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Nafaqat suv filtrlari va ularga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari hammasi mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Samoyka uchun, suv biznesi uchun, parnik, shunga o'xshash hamma turdagi suv filtrlarimiz bor. So'z sizga. Rahmat, shu zo'r gap yo'q. Xudo xolasa biznesni boshi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Jizzaxda nomer 1 suv filtrchi bo'lasiz, xudo xolasa. Shaxsan ichib ko'rdik, suv zo'r. Rahmat.